Assalamu alaykum, hörmətli qərindaşlar. Şərq Türkistan Cumhuriyeti Sürgündə Hökuməti televiziyasının proqramlarını görüşüңlərni qızğın qarşı alamiz. Tövəndə Cumhur Rəis İşxanasının Ramazanlıq təbriknamasını diqqətinizə sunumuz. Assalamu alaykum Şərq Türkistan xalqı. Assalamu alaykum aziz qərindaşlar. Həmmimizдің Ramazan ayımız mübarək bolsun. Cenab-ı Allah bu ulug' ayda həmmimizning gunohlarimizni mag'firat qilsin. Dualarimizni ijabət qilsin və qilgan ibadətlərimizni qabul qilsin. Nəticədə bizni mənəvi kasalliklərimizdən saqlayıb, Allah rızası üçün vətən millətə canlı xizmət qılalığıdək ruhi güc, sağlam iradə, şərəflik insanlarga xas, fidakarlıq və qədirdan insanlarga xas vəfa ata qılsın. Amin. Qərindaşlar, Ramazan ayı Qur'an nazil bo'lgan aydır. Qur'an yaratquchimiz Allah'ның kalamıdır. Qur'an shundoq bir muqaddas nur və qadirli kitobki, nədə nazil bo'lsa, shu yerni muqaddasləşdirdi. Qaysi zamanda nazil bo'lgan bo'lsa, shu zamonni muqaddasləşdirdi. Kimga nazil bo'lgan bo'lsa, shu kishini qadirli qiladi. Qur'an Makka va Madinada nazil bo'ldi va bu shaharlarni ulug' qildi. Qur'an Muhammad alayhisalomga nazil bo'ldi va Muhammad sallallohu alayhi vasallamni ulug' payg'ambar qildi. Qur'an Ramazan oyida nazil bo'ldi va Ramazan oyini ulug' bir oy qildi. Qur'an Ramazan kechalaridan bir kechada nazil bo'ldi va shu kechani qadrli qilib, qadr kechasiga aylantirdi. Ya'ni Qur'an shundoq bir ulug' kitobki, kimning qalbiga nazil bo'lgan bo'lsa, shu kishini qadrli qiladi, shu kishini o'yg'itadi, shu kishini tirildirdi va shu kishini pokizlaydi. Janobi Alloh qadrlik va qadrdon bo'lishimiz uchun va ma'naviy kasalliklardan saqlayib kuchlanishimiz uchun bizning qalbimizning darvozasini Qur'onga ochishimizni xohlaydi. Xususan Ramazan oyini Qur'on oyi deb e'lon qilib, bu oyda Qur'onni qalbimizga nazil qilishni xohlaydi. Shuning uchun Ramazan oyida Qur'onni texmi ko'p o'qishni Rasululloh orqali bizga tavsiya qiladi. Shuning uchun Ramazan oyida qalbimizning darvozalarini Qur'onga to'liq ochib berishimiz kerak. Chunki Qur'on bir ulug' nurdir. Bu nur insonga yaqinlashgan sari insonning ichini nurlantiradi, aqlini o'yg'itadi, iymonini jonlantiradi, vijdonini pokizlaydi. Qalbga iymon, vijdon, farosat va numus qatorliq ma'naviy quvvatlarning hammasi qaytib keladi. Qur'on bir qalbga nazil bo'lsa, shu qalbda iymon sulton bo'ladi. İman sultanlıqdaki qalbda dost və düşmən qarşı aniq bo'ladi. Bu qalbda haq ustidagi haq dostlarga və adolatparvarlarga dostlikdan boshqa bir narsa bo'lmaganidek, düşmənlərə, zalimlarga və tajovuzchilarga hissdoshlik və sabdoshlikmi bo'lmaydi. Bu nuqtadan qaraganda Ramazan oyi materializm və modda asoratidan qutulish uchun ma'naviylashish və ruhiy cheniqish zamonidir. Bu cheniqishda ma'naviy pokizlik, ruhiy kuchlanish və imoniy taraqqiyot nishon qilinadigan. Buningdagi oxirgi g'oya modda bilan ma'no, hissiyot bilan aql va nafs bilan ruh orasidagi tangpunktni asliga keltirishdir. Bu tangpunlik Qur'on tilida fitrat deyiladi. İnsanның qalbi dunyoga berilib ketib, moddiy tarafi kuchaygan sari ma'naviy tarafi ajizlaydi. Moddiy tarafi kengaygan sari ma'naviy tarafi taraydi. Ma'naviy tarafning tarayishi insonning insonlik xususiyatlari bo'lgan iymonini, vijdonini, irfonini, hikmatini, aqlini va irodasini azaytadi va hatto yo'q qiladi. İnsanның maddi tərəfi kengaygan sari insonning shahvati oshadi. Dunyo ishtiyosi kuchlanadi. Haq do'stlarga g'azab nafrati oshadi. Mal dunyo hirismanligi, tamoxo'rligi oshadi. Boshqalarni yaratmay o'zini ko'tarish xuyi paydo bo'ladi. Qo'rqinchoqlik, nomardlik, vafosizlik, riyokorlik, yolg'onchilik, samimiyatsizlik, xoinlik va munofiqlik qatorliq butun ma'naviy kasalliklar bosh ko'taradi. Qarindoshlar, ishlagan har qanday narsa kirilishidi, upraydi va hatto buziladi. Biz bu hayotga moddiy a'zolarimizdan ma'naviy a'zolarimizni qatma-qat ko'p qo'llanamiz. Masalan, bir kunda qo'limizni 100 qatim qo'llansak, qalbimizni 1000 qatim qo'llanamiz. Qo'limizni ba'zi ishlarimizda qo'llansak, qalbimizni har ishda qo'llanamiz. Chunki insonning har ishi qalbdagi aqlning buyruqsiz ishga oshmaydi. Shuning uchun qalbimiz qo'limizdan texmi bak kirilishidi. Jismoniy salomatligimiz uchun qo'limizni pokiz tutishimiz kerak bo'lgandek, ruhiy va ma'naviy salomatligimiz uchun qalbimizni pokiz tutishimiz kerak. Chunki jismoniy kasallik bizning bu dunyoligimizga ziyon yetkazsa, ma'naviy kasallik bizning dunyo va oxiratligimizga ziyon yetkazadi. Qalb davomli inqilob qilib turadigan organ. Ichimizdagi va atrofimizdagi barliq qiliqlar, atrofimizdagi barliq gunohlar, Xitoy tajovuzchilarining aksli inqilobiy tashviqotlari, Xitoy sepida ishlaydigan milliy munofiqlarning barliq fitna fasotlari, odamiy va jin shaytonlarning vasvasalari, shaytonning g'oldisi, dajjal sistemlarining izitqulari hammasi qalbimizga ta'sir ko'rsatadi. Qalbimizni kirlatadi. Qalbimizni ojizlatadi. Qalbimiz mazkur dushmanlarning viruslari bilan yuqumlanib, to'g'ri tuzgun ishlayolmas bo'lib qoladi. Shundaqla Ramazon orqali pokizlanishimizni, uyg'onishimizni, tirilishimizni va kuchlanib aslimizga kelishimizni xohlagan va bu sababdan Ramazon ro'zasini bizga farz qilgan, shundaqla Ramazonda Qur'onni qalbimizga qachalashni amr qilgan.
Bu noktadan qaraganda Ramazan ayı yillik pokizlik zamoni. Bu ayda insonning butun ma'naviy organlari pokizlanib asliga keltirildi. Bu ayda insonning ma'naviy dunyosi tiriladi. Qalb poytaxti nafs tajovuzchilaridan ozod qilinib, iymon sultoni qayta taxtga chiqadi. Qalbdagi iymonning amonligini vijdon muhofizlari qo'g'daydigan bo'ladi. Janobi Alloh bu Ramazonni hammamizning millat sifatida uyg'onishimizga, tirilishimizga, pokizlanishimizga, gunohlarimizning mag'firat qilinishiga, dunyoda Xitoy tajovuzchilaridan qutulishimizga va oxiratda jahannamdan qutulishimizga vasila qilsin. Shundaqla bu millatga aql farosat, iymon hidoyat, g'ayrat jasorat, mehr muhabbat, ilm ma'rifat va maqbul ibodat nasib qilsin. Qarindoshlar, bu dunyoda jismoniy jihatdan o'lganlar qiyomatgacha tirilmaydi. Buningga chora yo'q. Ammo ma'naviy jihatdan o'lganlar tavba istig'for va duo ijobatlar bilan tiriladi va asliga keladi. Shuning uchun biz bu Ramazonda shundoq bir ibodat qilaylikki, Yaratquchimiz bizni so'ysin. Shundoq bir yaxshi duo qilaylikki, mehribon egimiz Janobi Alloh bizga ich og'risin. Biz o'zimiz va millatimiz nomidan shundoq bir tavba istig'for aytaylikki, bizning ota-onalarimizning, ajdodlarimizning va butun millatimizning gunohi mag'firat qilinsin va Janobi Allohning marhamat darvozasi bizga ochilsin. Mehribon Yaratquchimiz Alloh bu oyda qilgan duolarimizni ijobat qilsin. Qilgan ibodatlarimizni qabul qilsin. Alloh bizga shundoq bir ibodat va shundoq bir duo nasib qilsinki, shu duo va ibodatlarning haqqi hurmat uchun bizning nomimizni halok qilinadigan millatlarning tizimligidan chiqarib, Allohning marhamatiga erishib, qutulib qolgan va jonlanib asliga qaytgan millatlarning qatoridan qilsin. Amin. Sharq Turkiston Cumhuriyeti Sürgünü Hükümeti Cumhuriyet İşhanesi 2022 yılı 4. ayının 1. günü. Bizga vaqt ayırğanlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.